Xo'p. Ketdik boshladik. Yana bitta yechimi. Yechim nomi bolalar. The presence of more police officers on the beat. Ya'ni bolalar presence of nima deganida? Yo'q. Procent emas, presence. Mavjudligi. Uni antonimi absence, to'g'rimi? Nimaning mavjudligi? Presence of politsiya ofitserlarining, umuman olganda politsiyachilarning mavjudligi on the beat degan narsa bor-da bular. Bu o'zining xizmat vazifasini o'tayotgan joyda. Aytaylik, bilsalaring, pavorotga, to'g'rimi? Markaz joylarga. Shahar markazlarida shunchaki bog'larda aylanib yuradi militsiyalar, bilasizmi? Nimaga aylanib yuradi? Chunki ularda ishi qo'riqlaydigan joy shu. Ana shu o'zining hududidagi joyda qanaqadir tinchlik o'rnatish. Tushundingizmi? Misol uchun aytaylik, istirohat bog'larida jamoat joylarida yuradi ular o'zi. Prosta qarab yuradilar, nima bo'layaptimi, tinchmi, qanaqadir bir favqulodda holat bo'lib qolmayaptimi, qarab yuradi. Demak, formada yuradi ular, to'g'rimi? Milliy gvardiyachilarimiz bilamiz, otlarda yuradi. Yurar edi. Shaharda otlarda yuradi. Ya'ni odam ko'rsa ham shu jinoyat qilishga ozgina nima qiladi? Xayma qilib turadi-da. Dedi, jinoyat bor ekan. Mana bu militsiya bor, unda urush bo'ladimi yoki qanaqadir biror narsa o'g'irlab bo'ladimi deydi-da. Shuning uchun on the beat degan o'zidan xizmat o'rni, ya'ni joylarda degan. Tushundingizmi? O'shanaqangi joylarga ko'proq militsiyalar qo'yib tashlash kerak. Ya'ni shu atroflarga, svetoforlar oldilariga militsiya tursa, odamlar qanaqadir o'g'irlik qilishdan nima qiladi ozgina? Qaymig'adi, qaytadi. Tushundingizlarmi? Xo'p, on the beat tushundik, ha? Xuddi shunaqangi qo'yib tashlashi, ya'ni mavjudligi ko'p militsiyalarda qarang, can act as a deterrent to criminal behavior. Qarang, act as a deterrent to degan strukturani ko'rganmidik? Bu yoqda. Ishlab turadigan, men bu doskaga chiqarib sizlarni nima qilgandim? Gap tuzdirgandim. Unga sinonim qaysi qilgandik? Ha? Deterda qilganmiz, ha? Deterda qilganmiz, ha? Ya'ni act as a deterrent degani ishlab turadigan narsa degan. Tushundingizmi? Ishlab turadigan narsa u xizmat qiladi. Criminal behavior, ya'ni jinoiy bir xarakterga, ya'ni jinoyatga yetib qolishga moyilligiga deyiladi. Tushundingizmi? This is often referred to be referred to degani passivda kelyapti. Nazarda tutiladi, anglatadi degan mazmunni bildiradi. Anglatadi as the deterrence theory in criminology, ya'ni ishlab turadigan teorema deb nomlanar ekan kriminologiya sohasida. Ya'ni bu bunaqangi narsa ko'p ofitserlarni qo'yib tashlash nimaga? Nima deydi? Joylarga sal qisqa masofada qo'yib tashlash, bu o'zlarining sohalaridan keltirilgan ekanda bu. Nima deb keltirilgan ekan? Deterrence theory deb ya'ni bu narsa fanda ham bor, o'zidan sohasida ham bor. Bu haqiqatan nima narsa deb aytayapti? Bir foydasi bor narsa deb aytayapti. Chunki o'zlarining sohasida ham keltirilgan. Bitta shunaqangi bitta unit bo'lib kelganda. Unitning nomi nima ekan? Criminal Deterrence Theory. To'g'rimi? The theory suggested that ya'ni teoriya shu haqidaki degan. Teoriya nima haqida ekanki, if individuals believe that, agar odamlar ishonsaki, there is a high likelihood of being caught and punished for committing a crime. Agar u yerda, ha? If agar u yerda qarang, likelihood of something degani bo'lar, nimaning ehtimolligi degan. Tushundingizmi? Nimaning ehtimolligi? Nimaning ehtimolligi? Catch cut, ya'ni cut degani catch ushlanib qolmoq, ushlanib qolishdi yoki ya'ni being punished degan jazolanishning
ehtimoli yuqori bo'lsa, chunki o'ylab ko'ringlar, ana shahar markazida qanaqadir jinoyat qilib qo'ydi, osonroq uni ishlanib qolishi. To'g'rimi? Chunki militsiya 2 qadam turibdi, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'shanaqangi narsani ehtimolligini borligiga ishonsa ular, qaranglar, yana strukturalarga, high likelihood of something degan narsalarga, punished for committing a crime. Ya'ni commit a crime degani commit bilan collocation bo'ladi. Sodir etishga, nimani sodir etishga? Sodir etishga they are least likely to be likely to be least likely to degani yoki to be highly likely to degani ehtimoli katta, ehtimoli kam deganday gapda. To engage aralashib qolishga nimaga? Jinoiy ishlarga aralashib qolish ehtimoli kam bo'ladi. Chunki biladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Biladi, hozir ishlanib qolaman deydi, to'g'rimi? Plus yana bitta afzallik tomoni. Nima afzallik tomoni? Politsiyachilarning ikkita aylanib yurishida, shaharda, markazlarda. Ya'ni hech narsa qilmasa ham shunday yuradi-ku. Ko'rgansizlarmi shuni? Shunaqasini? Yo'q. Jim o'tiring. Mana bu yerda hozir militsiya bor ekan, ishlanib qolishimiz mumkin deydi. To'g'rimi? Urishma deydi, to'g'rimi? Bunday bo'ladi. Agar bilsang, parkda qanaqadir bayramlar bo'layotgan paytda prosta ham militsiyalar ham ikkita aylanib yuradi, bilasizmi? Ular nima qilyapti bilasizmi? Ular prosta o'zining xizmatini o'tayapti bu yerda. Ular they are on the bed. O'zining xizmat o'tash joyida. Suturalar qarang. Qanaqa suturalar qo'llayotganimni. Qanaqa suturalar sizlarga o'qtirayotganligimni. Xo'p, endi o'sha on the bedda bo'lganligini yana bitta afzalligi bor ekanda. Nima afzalligi? Additionally, yana qo'shimcha ravishda the visible presence of police officers. Visible nima degan? Mavjudligi. Ularning ko'zga ko'rinib turishi shahar markazida in community degan qayerdadir jamiyatda emas, qayerdadir odamlar ichida deganda can increase feelings of safety. Ya'ni Malattok, xuddi shunday. Ya'ni o'zingizni xavfsizroq his qilasizda, militsiya borki, mana bizlar qo'rqilyapti-yu. Men qanaqadir men hozir qo'rqlanganman deb his qilasizda, o'zingiz tushunasizmi? And security among residents. Feeling of safety, feeling of security. Security nima degan? Xavfsizlik, ya'ni xavfsizlikni his qiladi. Qizlar ayniqsa. Yoki xavfsiz qanaqa bo'lish nazarda tutilyapti bu yerda? Shaharda turibsiz, shahar markazida cho'ntagingizga $50,000 olib chiqdingiz uyingizdan. Bitta hududdan ikkinchi hududga yetkazib berishingiz kerak. $50,000 taxminan bir 10 pachka dollar. Endi sal qo'rqinchli, uni olib berishim. To'g'ri? Shahar markazida yashaysiz. Uyingizdan chiqqaningizdan hamma joyda militsiya bor. Keyin aytasiz, olib chiqaveraman. Xavfsizmiz, mana militsiyalar yuribdi. Agar mabodo kimdir qo'lingizdan yurib ketsa, militsiya ichida aylanib yuribdi, quvib yetib olib turib birdan ushlab oladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Ya'ni siz baribir $100,000 olib chiqsangiz ham cho'ntagingizda, yosh bola bo'lishingizga qaramasdan nima bo'ladi? Xavfsizsiz, chunki militsiyalar hamma joyda izg'ab yuribdi. Kelishmi? Shuncha pul bor odamni o'zini qamab qo'ymaydi, ustasini. Yo'q. $50,000 katta pul emas. Xo'p. Which may also deter criminal activity. Deter nima degani edi? Qaytaradi, ishlab turadi degani. Ya'ni criminal activity qaytaradi, criminal activity. It can also lead to greater community engagement and collaboration with law enforcement, which can further help to prevent and address criminal behavior. Bu nimaga olib boradi deyapti? Qarang. Lead to greater community engagement. Community engagement nima degan?
community engagement degan bo'lar jamoa birorta hududdagi odamlarni birikib ishlashi degan. Bitta narsaga jalb bo'lishi degan. Aytaylik, nima demoqchi bo'lyapti bu yerda? Yaqin-ku milslar, to'g'rimi? Odamlarni o'zlari ham birdan ayta biladi keyin borib. Shunaqangi holat bo'lyapti, birov-birovni o'ldiryapti yoki uryapti deb. Keyin jamoalar ham shu odamlarni o'zi ham qonun bilan nima qiladi? Birgalikda ishlashga harakat qiladi. To'g'rimi? And collaboration with law enforcement. Collaboration with nima degan? Organlar bilan birgalikda ishlash. Ishlash degani birgalikda ishlash. Ya'ni men bu yerda turibdi, ayda janjal bo'lyapti, meni ko'rmay qolasiz. Shu borasiz aytasiz, "Men bu birov-birovni o'ldiryapti, bor qarang" deydi. Jamoa qarang. Xalqni o'zi ham jinoyat ishlashga yordam beryaptimi? And collaboration with law enforcement bular. Which can further help to prevent and address criminal activities. Qarang. Criminal activity-ga bizlar yo prevent qo'yapmiz, yo address qo'yapmiz. Undan boshqa fe'llar bilan ham keladi, lekin mana shular bilan keladi. Ya'ni yechmoq deganda. Tushundingizlarmi? Yana bitta yechimni o'tamiz. Demak, bu yechimni ko'rdik, ha? Qanaqa yechim ekan bu? Politsiya ofitserlarini ko'p qo'yib tashlash, jamoatchilarga qo'yib tashlash. To'g'rimi? Bor. Haqiqatdan ham men ko'rganman. Hattoki mahalla ichida ham yuribdi. Mahalla ichida ham yuribdi. 18+ kelganchilar. Keyingi yechim. Increasing social benefits as a means to alleviate poverty can potentially help prevent increased crime rate. Mana shu zo'r narsa. Qarang, increasing social benefits increase bilan keladi. And as a means to do something da. Qarang, social benefitslar haqida birinchi gaplashsak, nima u social benefitslar o'zi? Social benefitslar haqida gaplashsak, yigitlar, nima bu? Ya'ni ijtimoiy yordam, aytaylik pensiya, nafaqa pulida va shu bilan birga aytaylik kam ta'minlanganlarga aytaylik mahallalarda bor bo'lsalar, agar qiynalgan oila bo'lsa, 100 ta tovuq, bitta mol beradimi, shunaqa qiladi. Bilsalaring. Eshitgansizlarmi? Tovuq beradi. Yoki qanaqadir handicapped people bor, ana bu nima deydi? Qobiliyatmi, imkoniyati cheklanganlar bor, ha? O'sha narsalarga social benefitlar borda va kambag'alchilik bo'lib qolyaptimi qaysi oilalar, unga kam kreditroq, kam protsentli kredit berish. Misol uchun, biz institutda o'qigan paytimiz bazaviy stavka qancha edi shu nima o'zi bankda o'zini nimasi o'zini qoplash puli 14% bo'lgan paytda 14 midi endi ancha yillar o'tib ketdi. 7% dan kredit bergan edi o'quvchilarga kontrakt to'lashga. Hozir bilmayman qancha. 14% dan berganmidi, 7 danmi esimdan chiqib ketdi-da. Ancha 5 yil bo'lib ketyapti. Unisini bilmadim, lekin shu kontraktlarga kirgan oilalarga kontrakt bo'lar va 2 ta o'qiganlarga, hamda 3 ta o'qiganlarga kreditni beradi uzoq yilga va juda kam protsentga. Ya'ni bank o'zi uni nima deb foyda qilish maqsadida qilmaydi. Tushunasizlar-a? Demak, bu narsani nomi social benefitslar. Ya'ni agar ana shunaqa narsalar davlat bermasa, u aytib pul topish kerak, kontrakt to'lashga. Yoki oilasini boqishga pul topish kerak, kambag'al-ku. U nima qilishga to'g'ri kelib qoladi? Kambag'al odam o'g'irlikka o'tishga to'g'ri kelib qolishi mumkin ba'zi hollarda. Yoki shunaqa yo'lga boradi. Mehnat qilib pul topgandan ko'ra. Demak, xuddi shunaqangi o'zi asosiy sabablardan biri kambag'allik bo'lishi kerak. Kambag'allik hisoblanadi.
nima crime'ga olib borayotgan narsalardan. Demak, xuddi shunday deyapti mana bu yerda social benefitlar o'stirsak, as a means to degani qarang, as a means to degani nima sifatida? Vositasi sifatida. Vositasi sifatida. Nimaga qilish vositasida? Alleviate poverty. Qarang, alleviate poverty, alleviate bilan poverty birga keladi, ikkalasi collocation. Bu kambag'allikni yengillashtirish degani. Tushundingizmi? Reduce poverty dan ko'ra alleviate poverty unga collocation bo'ladi. Tushundingizmi? Alleviate bilan kelish kerak bo'lsa. Xo'p, demak, o'stirishimiz kerak shu pullar. Aytaylik, kambag'alroq bo'lib qoladigan oilalarga kontraktni bolalar o'qishga kirgan bo'lsa, kontraktga ular to'lab berish kerak yoki yeb ichishga non yo'q bo'lsa, yo suv yo'q bo'lsa, shunaqangi qana muammolar bo'lsa, ularga borib qanaqadir tovuq, mollar berib hayotini yurgizib yuborishga yordam berish kerak. Natijada u nima qilar ekan? O'g'irlik qilmaydi. To'g'rimi? Qanday o'g'irlik qilasiz? Bilasiz, qamalasiz. Agar o'g'irligingiz fosh bo'lib qolsa, undan ko'ra shu davlatdan arzon kredit olib turib, sigir boqib turib, shu sigirni sog'ib ichib, qorin so'yirganingiz yaxshi emasmi? O'sha narsa qaysidir ma'noda nima bo'ladi? Crime'ni oldini olishga yordam beradi. Qarang, yaxshi nima ya? Can potentially help prevent increased crime rate. Yordam berar ekan, qarang, prevent bilan kelyapti. Prevent bilan oldini oladi. Nimani oldini oladi? Tobora o'sib borayotgan crime jinoyatining prevent oldini oladi deyapti. Tushundingizmi? Address qilsagan bo'ladi shunga. Bu ham kel tepada, to'g'rimi? Poverty has been linked to higher rate of crime. Kambag'allik linked to nima degan? Linked to. Nimagadir bog'langan. Nimaga kambag'allik nimaga bog'langan? Jinoyatga. Demak, higher rates of crime. Ya'ni odam kambag'al bo'ldimi? Demak, qaysi davlatda kambag'allik baland bo'lsa, yuqori bo'lsa, demak, o'sha yerda jinoyat ham baland bo'ladi, deyapti-da. Haqiqatan kambag'allik bog'langan. Bu qayerdan kelyapti? Ketdik. Linked to as, qarang, as chunki bo'lyapti bu yerda. Chunki individuals living in poverty, ya'ni kambag'al odamlar degani shu. Shovqin qilmasdan tez o'tiramiz bolalar. E'tibor tortmaymiz. Ya'ni individuals who are living in poverty, ya'ni o'rtadagi nima tushib qolgan. Bilasizlar, ha? Ya'ni individuals who are living yoki who lives in poverty bular, who tushib qolyapti o'rtada. May be more likely to engage in criminal behaviors due to economic desperation and lack of access to resources. Ya'ni to be more likely to nima degan? Ehtimoli bo'lishi mumkin. Nima qilishga ehtimoli bor? Criminal behaviorlarga aralashib qolishga ehtimoli bor. To'g'rimi? Kambag'al odamlar. Engage in nima edi? Engage in criminal behaviorga aralashib qolishi mumkin. Nima tufayli? Due to nima degan? Tufayli degan, to'g'rimi? Zahra tufayli deganimi? Shuni bilasan. Kecha listeningni qilib berganimdan keyin listeningga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'ldingmi? Boshqacha yondashuvlar boshqacha bo'ldimi? Xo'p. Due to tufayli, nima tufayli? Iqtisodiy va economic deprivation degan iqtisodiy nima uyda, oilada qanaqadir nima bo'lib qolish, kamchilik va lack of access to resources. Lack of nima degan? Yo'qligi degani, ya? To'g'rimi? Nimani yo'qligi? Access to degan imkoniyat. Mana bu access to degan nimagadir imkoniyat degan. Access to nimagadir imkoniyat, ya'ni access to nimagadir imkoniyat, resursga degan. Resurs bu bizni hozirgi mana shu materialniy жизнь, materialistic life'da bizni yashashimizga kerak bo'lgan barcha narsalar bu resurslar deyiladi. Aytaylik, resurs nima bo'lishi mumkin? Kiyim bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, oziq-ovqat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bular hammasini nima deb aytamiz? Resurs deb aytamiz. Xo'p. By providing increased social benefits,
such as welfare, housing assistance, healthcare, and education support. The government can help alleviate the poverty and address some of the underlying factors that contribute to criminal behavior. Qarang, by degan orqali deganimi? Ha? By providing increased social benefits. Demak, provide bilan keladimi ekan? Social benefitlar, to'g'rimi? By providing, nimani provide qilish orqali? Social benefitlarni ta'minlash orqali, such as welfare. Welfare nima degan? Welfare. Housing assistance-chi? Ipoteka. Bizda hozir qanaqadir ipoteka uy olishga, to'g'rimi? Ipoteka kreditlaydi. Ya'ni aytaylik, sizga kamroq, yangi oilalarga kamroq deb kreditni chiqarib berishi mumkin, to'g'rimi? Uy olib berishi mumkin. Siz qaysi uy olishingizga yordam beradi davlat. Housing assistance o'sha. Healthcare degani sog'liqni saqlashda yordam. Misol uchun, qaysidir kasalliklar bor O'zbekistonda, aniq bilmayman. Tekshiruv, menimcha tuberkulyoz bo'lsa kerak. Davlat bepul tekshiruvlari bepul shunaqa kasalliklarga chalinganlarga. Aniq bilmayman, meni ham esimdan chiqqan. Ba'zi kasalliklar bor, o'sha kasalliklarni davlat bepul ham davolaydi. To'g'rimi? Bilmayman, aniq ayta olmayman. Qaysi kasallik bor, jiddiy kasalliklar va bu kasalliklar orqali butun tarqab jamiyatga ham zarar yetkazib yuboradi. Misol uchun aytaylik, endi ba'zi kasalliklar o'shalar. Endi ismini sana olmayman. Xo'p. Demak, o'sha healthcare da nima qilish? Yordamlashish, ya'ni odamlar kasal bo'lib qolsa, qanaqadir ko'maklashda, bu ko'maklashning nomi nima dedik biza? Social benefitslar. Bular social benefitslar bitta sanayapmiz-da. And education support. Ta'limdagi qo'llab-quvvatlash, Misol uchun bitta ota-onani 3 ta bolasi repetitorda o'qiyapti. 4 ta bolasi repetitorda o'qiyapti, to'g'rimi? Repetitorda o'qish faqat o'quv markazi pulini berish bilan to'xtab qolmaydi-da. Daftar o'chga deydi, borib kelish, qatnash puli deydi, baribir uni yana nima bor. Endi bu 3-4 ta bolani repetitorda o'qitish hamma ba'zi oilalarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu ota-onasi keyin nima qilib qo'yish mumkin? O'g'irlik qilib qo'yishi mumkin, to'g'rimi? O'shandaqa 3-4 ta bolasi repetitor o'qiyotganlarga qanaqadir pul ajratish kerak demoqchi. Misol uchun education supportni hozir kunda aytsak bo'lar, o'quv markazida o'qiyapsizlarmi? Sizlarni Yoshlar ittifoqidan o'quv markazidan pul to'lansa bo'ladigan imkoniyatlari bor. Uni o'rganib chiqish kerak. O'zining kriteriyalar bor. Kriteriyalarni met qilsalaring, sizlar aytaylik oila sharoiti tomonidan yoki boshqa shu tomonlar bo'yicha opa-ukalari, jigarlari, anaqada institutda kontrakt o'qish degan narsalar bor-da. O'shalarga yordam qilsa o'g'irlik qilmaydi. Misol uchun institutda shunaqa narsa bor. Meni davrimda bordi. Agar oilasi 2 ta kontrakt bo'lsa, qanaqadir nima bor edi? Kvartirasini pulini to'lab beramidi? Yarmini to'lab beramidi? Shunaqada. Kvartira hozir shunaqa. Yarmini to'lab bersak. Yarmini to'lab beram, Bayga hozir kvartirada bayga yotoqxona bo'lmasa, institutda kvartirasini yarim pul nima to'lab beradi? Shunaqasi bor-da. Bitta u bayga bo'lsa endi. Endi chuqurroq bu qonunlar, ta'limdagi qanaqa qonunlar, yordam nimalari bo'yicha men yaqin yillarda uzoqdaman, chunki ta'limdan chiqib ketganman o'qishdan. Shuning uchun aytyapsizlar, sizlar aytgan gaplarning to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin shu podдержка qiladi qaysidir tomondan, to'g'rimi? Aytaylik, mana ta'limda oilasida 2 ta kontrakti bo'lsa yoki 3 ta kontrakt o'qiydigan bo'lsa, davlat qanaqadir mahalladan temir daftar, plastik daftar deganlari bor, to'g'rimi? Temir daftar deganlar deb turibman, ya'ni ularni to'latish mumkin. Davlat to'lab berishi mumkin. Da? Misol uchun meni o'zim ham ana shunaqangi education supportdan olganman. 2 yil olganman, 3-yil olmaganman, pamoyim. Men harbiyda ishlaganman. Harbiyda yana o'qib ham kelganman. Nima ham qilib kelganman? Legota bilan ham kelganman. Kelgandan keyin Yoshlar ittifoqi degan nima bor? Kontragim meni kirgan yilim 2018-yil bo'lsa, o'sha payt kontragim 8 million 200 ming, 8 million 300 ming, 8 million 400 shunaqa edi.
meni yo'q, unaqa emas edi. 14 millionmi, 15 million edi stipendiyasi bilan. Stipendiya 14-15 million bor edi. 8 6 14 millionlar bor edi kontragim o'sha payt. O'sha kontragimni 35% nimada Yoshlar ittifoqi to'lab bergan va Yoshlar ittifoqini qanaqadir tashkilotlarda aktiv qatnashgan nima bor, unga ham portfolio qilib, yozib nimalar qilinadi. Va men shu payt 5 million 100 ming so'm menga davlat 2 yil bergan. Bir oyda. 1 yilga. 5 million. Ha? 5 yo'q, 1 yilga opshi. 5 million 100 ming bergan. Buni umuman olganda men 1 yilda kontraktga o'qiganimga 3 million to'laganman. Chunki maxinatsiya ishlatganmiz o'zgina. To'lagan kontrakt pulingiz 30% beradi-da. Men 14 millionlik kontrakt to'laganman va 14 millionda 35% bitta hisoblanadi, qancha bo'ladi? 5 million 100 atrof bo'ladimi? 14 million 35%. 13 million. Bo'lib qoladi-ya. Shu atrofda shunaqa pul olganmiz-da. Ya'ni xuddi shunaqa narsa bor edi. Ya'ni shunchaki necha pul bilan 3 million bilanmi 3 million 200 ming bilanmi 1 yil o'qiganman-da kontrakt. Deyarli budjet bo'lganda bizniki. Nimaga? Education support bo'lgan. Yoshlar ittifoqidan menga. Menga o'xshagan yerda yana boshqa bolalar ham bor edi. Hozir yana ham bo'lib ketdi hozir, yana boshqacha yana kam ta'minlarga budjet beraveryapti davlat. To'g'rimi? Bu nima deyiladi? Education support deyiladi. Education support deyiladi. Tushunarmi? Xo'p. Keyin undan keyin shu 3-kursdan repetitorlikni boshlab yubordik, undan keyin o'zi pul ko'payib ketib qoldi. Keyin shisa qolmadi anaqa. Matematikadan dars berdik, keyin ingliz tilidan. Sizlar ham shunaqa qilasizlar nasib qilsa. Matematikalar yaxshi bo'lsa ingliz tilidan. Chunki institutda o'qish Toshkentda, Samarqandda bu it's not a game, guys. Okay? So, the government can help alleviate poverty. Yana keldimi alleviate? Nima qilish kerak ekan? Alleviate deganda nima bo'lar ekan? Yengillashtirishga, yechishga degani ekan. Yechishga and address some of the underlying factors. Qarang, address degan nimaga deng? Solve ga teng, to'g'rimi? Yechishga qarang. Some of the underlying factors. Underlying bu sifat degani qarang. Fundamental, asosiy, fundamental degan nima desam bo'lar? Underlying factor degani tagida yotayotgan bitta muammo, shuni tagidagi omillar bor, shu muammoni chiqarib berayotganda. Tushundingizmi? Misol uchun crime bo'lsa, uni underlying faktorlar poverty bo'lishi mumkin yoki living in a dysfunctional family bo'lishi mumkin, qanaqadir yoki lack of parental guidance bo'lishi mumkin. Bularning hammasi underlying factor bo'ladi. Nimaga? Crime-ga-da. Underlying factorni keltirib chiqaruvchi faktlar, shu muammoni tagida yotayotgan omillar deyilyapti-da. That contribute to criminal behavior. Ya'ni contribute to nima degani? Hissa qo'shadi. Nimaga? Jinoyat xarakterga, jinoyatga deyapti. Endi jinoyat juda katta toplikligini bildilaring. Yaxshi. Endi yana mana buni qaranglar. Bitta umumiy yana badimiz bor. Reoffending after releasing from prison. Ya'ni ba'zi nimalar bor? Jinoyatchilar bor, chiqadi. Qamoqdan chiqadi, yana qamalib ketadi, bilasizmi? Shu nimaga qamalib ketadi? Sababi nima deb o'ylaysizlar? Yana qilyapti shu crime. Olimlar bilan kelishamaydi. Shu nima deb o'ylaysizlar? Fikrlang, qanaqasizlar o'zi? Hamma unga masalan qamoqdan chiqqan deb nazarda qaramoqda. Qamalgan deydimi? Isham bo'ladi. Ustoz, qamalgansan deb isham bermaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Sabab? 3 sabab sanab tashlanglar qani? Masalan, ko'p qamoqda o'tiraverganligi odamlar bilan yaxshi kelisha olmaydi. Keyin atrof muhit ta'sir qilishi mumkin. Unga masalan, unga qamoqdan chiqqansan deb yomon munosabatda bo'lishi mumkin unga. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni misol uchun ba'zi ishlarimiz bor, qamalib chiqqanman desa, seni ishga olmayman deydi. Kerakli kambag'al kelinadi. Qarangda, u ishga kira olmayapti, jamiyatga qo'shilib keta olmayapti. Chunki uni nimasida peshonasida nima bor?
Tamg'a bor. Tamg'asi qanaqa tamg'a? Qamalib chiqqan, o'tirib chiqqan. Qancha o'tirgan? 5 yil. Nima qilgan? O'g'irlik qilgan. Ya ishxonlar nima deydi? Bu qamalib chiqqan deydi. Bu yana nimadir qiladi-da bu deydi. Buni xulqi yomon deydi, to'g'rimi? Xuddi shunday qamalib chiqqanligi yana jamiyatga oddiy odam bo'lib ishlab ketishiga nima xalaqit berishi mumkin. Odamlar ish bermasligi mumkin-da, ishonmasligi mumkin shuni, to'g'rimi? Shu sabab bo'lishi mumkin. Yana qanaqa sabablar bo'lishi mumkin? Yana shu o'g'irlikdan o'rgangan bo'ladi. Yana shunga qiziq. Qamoqdan chiqqandan keyin unda yana o'sha jamiyatga qo'shila olmagandan keyin yana u kambag'al holatda o'g'irlik qilishga turtki bo'ladi. Qarang, bundoqda qamoqxonada 5 yil o'tirib turibmi? U yerda ozgina humiliationlar bo'ladi-da. Ya'ni sen o'zi miyasiga aytadi-ku, bolani sen ahmoqsan, desang, bolang ahmoq qoladi deydi, bilasizmi? Ishonib qoladi o'zim ahmoq ekanman deb, bilasizmi? Ishonib qoladi, to'g'rimi? Xuddi shunday qamoqxonada ham ularga bor-ku, nima deydi? O'g'ri deb urib, ishlatib qilsa, u o'zini xayolida, men jamiyatda odam emas ekanman, men o'g'ri ekanman deb o'zida xayolda nima bo'lar? O'g'ri degan mindset paydo bo'lib qolishi mumkin. Fikrlashdingizlarmi? Misol uchun sizlar miyalangda bor-ku, talaba deysan yoki maktab o'quvchisi degansiz qolib ketganmisizlar? Ha? Agar sizlar kimdir ishlansangiz, yo'q, siz maktab o'quvchisi emassan, sen institut domlalarga o'xshaysan desa, keyin o'zini u yana boshqa narsaga ko'ndiradi. Ya'ni miya ko'ndirib qo'yadi-da. Xuddi shunday bular ham o'zini ko'ndirib qo'ygan bo'ladi-da. Qamoqxonada o'g'ri, mana birinchi o'g'ri, ikkinchi o'g'ri deb sanaydimi, endi boshqa qiladimi? Ish qilib, o'g'ri deb ligi o'ziga qoniga singib ketib qoladi. Panyatka ham shunaqa bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Panyatka ham shunaqa bo'lgandan keyin u chiqqandan keyin o'zi qamoqdan chiqqandan keyin ortiq o'g'ri emas-ku. O'g'irmaslik bo'lganligi uchun nima deydi, bir xulqin to'g'riladi deb deganligi uchun uni chiqargan bo'ladi. U qamoqxonada o'g'irligi qolib ketadi, men o'g'riman-ku o'zi, bu yerda ham o'g'irlik qilishmaydi deb yana o'g'irlik qilib yuborishi mumkin deyapti-da, chunki miyada qolib ketadi. Tushundingizmi? Mana. Uyg'otyaptimi deymiz. Because of the fact that peer pressure from other offenders have a negative effect, criminal behavior might be a mindset dem. Qarang, peer pressure degan narsa nima bilaydi? Yo'q. Qarang, atrofdagi bir xil odamlarning misol uchun aytadi-yu, sen ayt menga o'rtoqlaringni, men senga aytaman kimligingni deydi, to'g'rimi? Xuddi shunday qaysidir klubga kirsalaring, ular o'zini nima deydi, bir mindsetini, fikrlashini sizlarga nima qiladi? Bosim o'tkazadi. Va siz ham unaqa fikrlaydigan bo'lib qolasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa fikrlaydigan bo'lib qolasiz. Xuddi shunday u yerda o'g'irlar bilan yurgandan keyin, xulqi yomonlar bilan u bosim bo'lib qoladi, u o'tirib qoladimi? Atrofda o'g'ri, to'g'rimi? Xuddi shunday, because of the fact that peer pressure from other offenders, ya'ni boshqa offenderlar kimlar? Jinoyatchilardan bosim bo'lganligi uchun 5 yil davomida 5 yil have a negative impact degani yomon ta'sir degan. Kimdan yomon ta'sir kelyapti? Boshqa o'g'rilardan, ha? Criminal behavior, jinoiy xarakter might be a mindset in them. Mindset nima degan? Panyatka bo'lib qoladi. Dunyo qarash bo'lib qoladi. Ya'ni o'g'irlik degan narsa o'zi qoniga singib ketadi. Sizlarda miyalaringda, qonlaringga talaba degan narsa singib ketgan-ku. Ya'ni o'qish, ilm degan narsa singib ketgan-ku deb aytayin, unaqa emas. To'g'rimi? Unaqa emas. Men erkin o'qish degan fikr bor menimcha. Xohlasam bu yoqqa o'tishaman, xohlasam dars qilmayman. Criminal behavior might be a mindset because they are conditioned by life in prison. Qarang. To be conditioned by degan narsa bor. Ya'ni o'sha tomondan o'zi qolipga tushib qolgan bo'ladi, moslashib qolgan bo'ladi degan. Tushundingizmi? Moslashib qolgan bo'ladi qamoqxonadagi hayotga.
and cannot adapt to life outside. Cannot adapt to life. Ya'ni tashqaridagi hayotga moslasha olmaydi deydi. Tushundingizmi? Ya'ni aytdim, qarang. Tashqarida hamma bir-biriga hurmat bilan munosabat ko'rsatadi, to'g'rimi? Misol uchun ustoz o'quvchi bilan uni manfaatlariga putur yetkazmasdan munosabat qiladi. O'quv markazlarida yoki bozorda ham qanaqadir munosabatlar yaxshi bo'ladi. Odamlar bir-biriga munosabati yaxshi-da, to'g'rimi? Jinoyatchi chiqib keladi, qo'pollikdan chiqib keladi bu. Bir narsani tushuntirmoqchi bo'lsa, unga urib tushuntiradi unga. Gapirsam so'kib tushuntiradi. Ya'ni qamoqda chiqqan odam bilan bu umuman bir xil bo'lmaydi-da. U yoqqa ko'nib qolgan bo'ladi. To'g'rimi? Va tashqarida unaqa emasmi hayot? Ko'nikalmaydi. Qanday noqulay his qiladi o'zini. Yana qamoqqa ketgisi keladi. Endi qamoqqa ketgisi keladi emas u. Endi qandaydir jinoyat qilgisi keladi-da. Albatta qamoqqa ketgisi kelmaydi, lekin jinoyat qilishga qanaqadir temptation bo'ladi. Additionally, yana qo'shimcha ravishda people with criminal records bo'ladi. Qarang. Ya'ni people with criminal record degani nima desa bo'ladi? Tamg'a o'tmishida bu o'tgan odamni o'tmishi deylik, shunaqangi rekordi bor. Misol uchun aytaylik, siz tekshirib ko'rsa davlat tomonidan sizda nima chiqib keladi? Bu sudlangan degan narsa chiqib keladi. Tushundingizmi? Nima to'ldirayotganlaringni sifrgami? Ya'ni sifrda yo'q bo'lsa kerak u narsa. Sudlanganmi, sudlanmaganmi degan joyi bor-da. Ana bunda bor. Yagondarchida o'zlaringda One ID langda chiqib keladi shu yerda. Sudlangan, sudlanmagan degan joy bor-da. Birorta joyga ishga kirayotganlaringda shunaqangi o'zlaring danlang tekshirib qolsa, sudlangan deb chiqib qolsa, o'sha chiqib qolishi danlilar, siz danlaringiz criminal record deyiladi-da, tushundingizmi? O'sha criminal record bo'lgan odamlar are not accepted by society, ya'ni qabul qilinilmaydi jamiyat tomonidan. Ya'ni bu qamalgan, bu o'g'ri yoki bu qanaqadir bir birovni o'g'irlagan deyish mumkin. Nima tushundingizmi? Accepted qilinmaydi-da, tushundingizmi? Xo'p, potentially leading to bu narsa nimaga olib boradi? Convict degan bu nima degan? Jinoyatchi degan. Jinoyatchilar X degan avvalgi jinoyatchilar. Ya'ni chiqqandan keyin ular avvalgi jinoyatchi emas u. Avval jinoyat bo'lgan. Demak X. Bunaqa gap bor bilsang, X kontekst qarang. My ex boyfriend, girlfriend deydi, to'g'rimi? Ya'ni avvalgi anaqam deydi, ha? Qanaqangi nima? Boyfriend, you know what I'm talking about, guys? Girlfriend, boyfriend, right? Yeah. Ex-convictslarda nimaga olib boradi? To be unable to find paid employment. Paid emas. Paid ham bo'lishi mumkin yoki well paid mikan? Shuni well paid qilib qo'yaylik-da shuni. Well paid ham bo'ladi. Xo'p, to be unable to degan nima degan? To be unable to do something degan narsa bor-da. Ya'ni nimadir qilishga qodir bo'lmay qoladi. Nimadir qilishga qodir bo'lmay qoladi? Yaxshi pul to'lanadigan ish topishga yaxshi pul to'lanadigan ishlarda odamning o'zi ham yaxshi nima bo'lishi kerak? Jinoyat qilmagan odam bo'lishi kerak bo'ladi, to'g'rimi? And financial opportunities. Moliyaviy imkoniyatlari cheklanib qoladi, topolmaydi. Keyin moliyaviy topolmagan keyin yana pul muammomi yana bosadi gazini o'g'irlikka. Ana. Demak, sababi nima ekan? Sababi nima ekan? Ular yana qayta chiqib turib yana o'g'irlik qilishi. Yechim. Nimaga yechim? Bular chiqdi qamoqxonadan, to'g'rimi? Endi yana jinoyat qilyapti. Unga yechim topishga nima qilsak, shular chiqib yana qaytib o'g'irlik qilmaydi. Yaxshi bir tarbiyali odam bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima qilish kerak deb o'ylaysizlar? Yaxshi bir ish bilan joylab qo'ysa. Ha? Ish bilan joylasa. Masalan, ko'cha ish qilib yurmaydi-da, yaxshi bir ishga o'ziga joylab qo'ysa, nima qilmaydi? Ish bilan joylab qo'ysa, o'g'irlik qilsa-chi? Qarang, ish bilan to'ppa-to'g'ri, yaxshi. Zo'r qilib qo'ydi u yana qarang, u ish bilan joylab qo'ysa meni o'g'irlik qilyapti. Chunki uni u yoqda nima bo'ldi? Mindset buzilib keldi.
mindsetda aytdiki buzilgan deb turib. Mindset ketgan uni, ya'ni o'zini miyasida men o'g'riman, o'g'ri qilishim degan. Uni birinchi miyasi ham davolash kerak emasmi? Psixologlar yordam kerak emasmi, to'g'rimi? O'sha qamoqxona vaqtida ular hech narsa ko'rsatmish. Voy, to'ppa-to'g'ri. Chiqishdan bir yil oldin ularga dars berish kerak, repetitor o'tish kerak. Psixolog kelishdan shunda dars o'tish kerak. Ey, sen hozir bir yildan keyin bilasanmi qayerga borasan? Sen ozodlikka chiqasan. U yerda sen bor, normal yurishing kerak. Agar yana kelasan, mana bu achchiqda senga kerakmi deb urib ko'rsatish kerak. Bu yoqda yo'q u narsa. Mazza qilib yashaysan u yoqda. O'qiysan, institutga kirasan, repetitorga borasan deyish kerak. To'g'rimi? Xuddi shunday to'ppa-to'g'ri training programs deyiladi u narsa. To'g'rimi? Rehabilitation programs deyiladi. Ya'ni rehabilitatsiya nima degani? Qayta tarbiyalash. Mana criminals must be rehabilitated to avoid antisocial behaviors because rehabilitation programs can help them make the right choice in life. Rehabilitate degani qaytadan tayyorlash degani. Chetlab o'tishga antisocial behavior. Nima degani antisocial behavior? Jamiyatda to'g'ri deb qaralmaydigan harakatlar, ya'ni nimalar? Birovni haqorat qilmaslik. Bu jamiyatda mumkin emas. Hattoki birovni so'kib bo'lmaydi. To'g'rimi? Uni o'zini statsiyalari bor. Ha? Emotional damage degan joylari bor, to'g'rimi? Ya'ni emotsional menga qanaqadir ziyon yetkazdi. Ha, to'g'rimi? Bo'lmaydi. U yerda unga u bir kunlik hodisa, kimnidir nerviga tegish, kimnidir urish, u yerda qamoqxona doimiy kun anaqa daily schedule'ida bor ular o'zi, to'g'rimi? Demak, shularni aytay, ey, bu qamoqxonada shunaqa qilsa, lekin yo'qda unaqa emas. To'g'rimi? To avoid antisocial behaviors, ya'ni jamiyatda to'g'ri kelmaydigan harakatlarni yig'ishtir. Bu senga qamoqxona emas degan narsalar o'rgatish kerak deyapti-da, qamoqda paytidan. Because rehabilitation programs, ya'ni rehabilitatsiya anaqalari, darslari, programmalari can help them make the right choice in life. Make the right choice degan to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi, to'g'ri qaror qabul qilishga hayotda. Ya'ni to'g'ri qaror qabul qilish degani o'g'irlik qilmaslik, yaxshi odam bo'lish, esli bolacha bo'lib deydi-ku. Esligani odam bo'lib yashashga yordam beradi. Kendinizi yaxshi holatda tutsa ham amnistiya beraveradi-ku. Kuzatlar ular to'ppa-to'g'ri. Ya'ni to'g'ri haqiqatda yursa, jim yursa, tezroq qanaqadir nima bo'ladi. Men maslahat beraman, misol uchun shu qamoqxonani kattalar aytadi, "Men shunga yaxshi yuribdi, buni e'tirof chiqarib yuborish kerak" degandek bo'ladi-da. To be more precise, ya'ni aniqroq qilib aytganda, training programs, ya'ni o'sha training program deyiladimi? Training programs in prison, qamoqxonada should be conducted. Olib borilmoq degan, conduct degan. Olib borilish kerak, nima qilishga? Olib borish kerak to help offenders develop new employable skills. Ya'ni yordam berishga employable offenderlarga rivojlantirishga yangi qarang, ishga yaraydigan skilllarni nima qilish kerak? Rivojlantirish kerak, dars berish kerak. Ya'ni aytadi, qarang, u o'zi aytaylik qamoqxonada ishsizlikdan jinoyat qilib qamalgan. Demak, uni deyapti, shuna borganda deyapti, shunaqangi dasturlar ularga kurslarga jo'natish kerak, ularni hunar o'rgatish kerak. Tushunamizmi? Qamoqxonada bilsalaring bilasizmi, katta odam o'tiradigan tikish qilib o'tadi. Bilasizmi? Ya'ni nimaga u custom tikishni o'rganadi, qanaqa kiyim tikishni o'rganadi, to'g'rimi? Hunar o'rgatadi ularga. Ham ularga qanaqadir foyda, nimadir tikyapti. Shu bilan birga Yana yomon xayollar. tepaga shunday chiqsa, shunday qamoqxonadan chiqsa, boradani u yana ishsiz qolib ketmaydi. U qo'lda hunar bo'ladi. Custom shim tik oladi. Yagondarchi deb custom shim tikkan aka bilan gaplashib qoldik. Elektromobillarda yuribdi-da. Tikuvchi ekan. Nima ish qilasiz aka desam, tikuvchiman deydi. Ixalayni bilasizmi, tikuvchi ba. Ichib tikan anaqa. Tikuvchimiz dedim. Men peshkomman, u anaqada yuribdi. Qanaqa? Gibrid mashinalar bor-ku. Ya'ni hunarda u bitta. Xuddi shunday hunar o'rgatinglar yoqda deyapti. Tushuningizmi? Hunarda jamiyatda qadri bor. Plus even when they are released from prison. Qarang, released degani chiqsa degan, tushundingizmi? From bilan kelarkan qamoqxonaga nisbatan ishlatsa bo'ladi. Chiqsa, qamoqxonadan chiqsa ular ex-convicts, ya'ni kimlar ex-convictlar? Jinoyatchilar should receive counseling before re-entering society.
in order to prevent them from reoffending crime. Ya'ni ular chiqqandan ularga counseling qabul qilib olish kerak. Counseling nima? Psixolog maslahati. Counseling degan maslahat o'tirib, uni chiqqandan dars berish kerak ularga. Psixologiyadan ko'proq dars berish kerak. Before re-entering society degan jamiyatga qayta qo'shilishdan oldin. In order to prevent them from reoffending crime. Nima qilish uchun? Ularni qayta jinoyat qilishini oldini olish uchun. To'g'rimi? Ular vashir. Maktabdagi o'quvchilardan ko'ra yaxshi tarbiyalash kerak deyapti-ku bular. To'g'rimi? Maktabda o'quvchilar unaqa tarbiyalanmaydi, ha? To'g'rimi? Xo'p, in order to nima degan? Maqsadida degan. Молодец, to'g'ri. Keyin kinolarda bo'ladi-ku. O'zini sostavi bo'ladidan keyin yurdakchalari bo'ladi, keyin telefon bo'ladi, tashqaridagi muammolar ichkarida qamalgan bo'lsa ham hal